Selam dostlar, top 5 topshirig'i davom etadi. Ham bugun men sizni top 5 eng qiziqli til bilan tanishtirashaqman. Ketdik. Ham albatta birinchi til bo'lib, u bizning totar tilimiz kelar. U menim ham menimcha sizning de tug'an tiligiz. Totar tili bek nishka, bek motor ham teran til. Lekin bu tilda shestat ishlash uchun totar tilining barliq qoidalarini de bilirga kerak. İkinci til bo'lib rus tili kelar. Agar rus tili bek boy ham bek motordir, lekin biz uning barliq motorliklarini da bilmaymiz. Buning uchun ko'proq 18 ham 19-asr yozuvchilarini o'qirga kerak. Masalan, Dostoyevskiy, Gogol ham albatta endi Pushkin. Bu yozuvchilar ham poetlar rus tilining motorliklarini mangilashtirganlar. Üçüncü til ingliz tili ham hozirgi vaqtda bu til bek aktual, ham yoshlar bu tilni o'rganirga tili. Bunday qiziqli fakt bor. Totar tilida yaxshi so'zlashuvchilarga ingliz tilini o'rganirga yengilroq deylar. Ham eng muhimi ingliz tili bek muhim xalqaro til. To'rtinchi til ispan tili. Ham ispan tili o'zlashtirish uchun eng oddiy tillarning birisi. Kunyoq Amerikaning ko'pchilik illarida ispan tili rasmiy til, ham bu tilni ko'proq sayohatchilarga o'rganirga deb aytadi internet. Ham 5-chi so'nggi tilimiz Xitoy tili. Albatta bu til bek qiyin, lekin bek qiziqli ham bek kerakli menimcha hozirgi vaqtda. Bu tilni silav yog'idan o'rganu bek oddiy, lekin barliq hierogliflarni yodlav ham ularni yozib bo'lu bu bek qiyin. Do'stlar, bugun men sizni top 5 eng qiziqli til bilan tanishtirdim. Tillarni biligiz ham o'rganigiz. Eng muhimi bizning tug'an tilimizni, totar tilimizni unutmag'iz. Like qo'y. Kelasi uchrashuvlarga qadar. Пока-пока.